Transfer bozoridan Jose Mourinho kabi unumli foydalangan murabbiylar ko'p emas. Portugaliyalik mutaxassis faoliyati davomida katta pullarga yulduzlarni xarid qilish bilan birga, arzon yoki hatto tekinga kelgan futbolchilardan ham maksimal natija olishni uddalagan. Endi esa Mourinho yana Real Madridda. So'nggi 2 mavsumni yirik sovrinsiz o'tkazgan madridliklar 63 yoshli murabbiyni ikkinchi bor jamoaga qaytardi va uning qo'l ostida katta qayta qurishni boshladi. Bu yozning o'zida Real Yan Diomande, Marco Kurella va Denzel Dumfries uchun jami 200 million yevro sarfladi. Bernardo Silva hamda Ibrahima Kanate esa erkin agent sifatida jamoaga qo'shildi. Mbappe, Vinicius va Bellingham kabi yulduzlar allaqachon borligini hisobga olsak, Mourinhoning qo'lida yana dahshatli tarkib shakllanmoqda. Ammo tarix ko'rsatganidek, Mourinhoning kuchi faqat katta pul sarflashda emas, u boshqalar shubha qilgan futbolchini yulduzga, arzon transferni esa chempion jamoaning asosiy quroliga aylantira olgan. Xo'sh, Jose Mourinho faoliyatidagi eng zo'r transferlar qaysilar? 2016-yilda Zlatan Ibragimovich Manchester Unitedga erkin agent sifatida kelib, Interdagi sobiq ustozi Jose Mourinho bilan yana birlashdi. Shved hujumchisi PSJdagi so'nggi mavsumida 50 bitta uchrashuvda 50 ta gol urganiga qaramay, uning transferiga shubha bilan qaraganlar ko'p edi. Sababi, Zlatan o'sha paytda 34 yoshda bo'lib, ko'pchilik uning eng yaxshi davri ortda qolgan deb hisoblagan. Ammo Ibragimovich bunga maydonda javob berdi. U Uniteddagi ilk mavsumidayoq barcha musobaqalarda 28 ta gol urdi. Liga Kubogi finalida esa Southampton darvozasiga 2 ta gol kiritib, jamoasiga sovrin olib berdi. Bundan tashqari, Zlatan Manchester Unitedning Yevropa Ligasidagi g'alabali yurishida ham muhim rol o'ynadi. Keyinchalik og'ir jarohat uning Manchesterdagi faoliyatiga jiddiy ta'sir qildi. Ammo Mourinho 34 yoshli hujumchini tekinga olib, undan 28 ta gol va sovrinlar olgani bu transfer qanchalik muvaffaqiyatli bo'lganini ko'rsatib turibdi. 2014-yilda Chelsea Fabregas uchun 27 million funt to'laganida bu transferga shubha bilan qaraganlar yetarlicha edi. Chunki ispaniyalik yarim himoyachining Barselonadagi 3 yillik faoliyati kutilganidek yorqin kechmagan. Ammo Mourinho undan qanday foydalanishni juda yaxshi bilardi. Fabregasni biroz chuqurroq pozitsiyaga joylashtirib, himoya va hujum o'rtasidagi asosiy bog'lovchiga aylantirdi. Natija darhol ko'rindi. Fabregas Chelseadagi ilk mavsumidayoq 18 ta golli uzatma amalga oshirib, jamoaning Premier Liga chempionligida muhim rol o'ynadi. Ayniqsa, uning Diego Costa bilan tandemi juda kuchli chiqdi. Fabregasning aniq uzatmalari va Costaning hujumdagi harakatlari Chelseaning asosiy qurollaridan biriga aylandi. Mourinho ham uni bejizga maestro deb atamagan. Fabregasning ta'siri Mourinho ketganidan keyin ham davom etdi. U 2016-17-yilgi mavsumda Chelsea bilan yana Angliya chempionligini qo'lga kiritdi. Dastlab tavakkal transferdek ko'ringan Fabregas oxir-oqibat Mourinhoning eng muvaffaqiyatli xaridlaridan biriga aylandi. 2014-yilda Chelsea Diego Costa uchun 32 million funt to'ladi. Hujumchi yangi jamoasiga moslashish uchun ko'p vaqt sarflamadi. Swansea-ga qarshi hat-trikdan keyin Mourinho uni hozirgi futbolning eng kuchli hujumchilaridan biri deb atadi. Costa buni mavsum davomida ham isbotladi. Premier Ligadagi atiga 26 ta uchrashuvda 20 ta gol urib, Chelseaning chempion bo'lishida katta rol o'ynadi. Ammo uning kuchi faqat gollarda emasdi. Costa jismoniy kurash, agressiv pressing va jangovar xarakteri bilan Premier Liga himoyachilariga tinchlik bermasdi. Aynan shu xususiyatlari uni Mourinho futboliga ideal darajada moslashtirdi. Keyinchalik Costa Chelsea bilan yana bir Premier Liga chempionligini qo'lga kiritdi. Qisqasi, Mourinho 32 million funtga shunchaki to'purar emas, balki uning futbol falsafasiga juda mos keladigan haqiqiy jangchini sotib olgandi. ...2009-yilda Inter Diego Militoni 22 million funtga sotib olganida argentinalik hujumchi allaqachon 30 yoshda va hali eng yuqori darajada o'zini to'liq isbotlamagan edi. Ammo Mourinho undan qanday foydalanishni juda yaxshi bildi. Milito portugaliyalik murabbiyning qarshi hujumlariga asoslangan tizimida haqiqiy qotilga aylandi. Unga ko'p vaziyat kerak emasdi. Kerakli joyda paydo bo'lib, imkoniyatni golga aylantirardi. 2010-yilda Inter A Serie, Italiya Kubogi va Chempionlar Ligasini yutib tarixiy treble qayd etdi. Bu 3 ta sovrinning har birida Militoning hal qiluvchi hissasi bor edi. U Italiya Kubogi finalida Romaga g'alaba golini urdi. A Seriyaning so'nggi turida Siena darvozasini ishg'ol qilib, chempionlikni ta'minladi. Eng katta sahnada esa
Bavariyaga qarshi Chempionlar Ligasi finalida 2 gol urib Interga 2-0 hisobidagi tarixiy g'alabani taqdim etdi. Ya'ni Milito bir mavsumning o'zida kubok finali, chempionlikni hal qilgan uchrashuv va Chempionlar Ligasi finalida hal qiluvchi gollarni urdi. Shu sabab 22 million funtga olingan 30 yoshli Milito Mourinho faoliyatidagi eng qimmat transfer emas, ammo eng aqlli va eng katta natija bergan xaridlaridan biri bo'lib qoladi. Mourinho 30 yoshli Militoni olib, u bilan treble yutishga ulgurdi. Biz esa reytingning yarmidan ham o'tdik. Siz esa haligacha like bosmadingiz. Kanalga ham obuna bo'lmadingiz-a? Jose Mourinho bunday imkoniyatni qo'ldan chiqarmasdi. Like-ni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Chunki oldinda Snyder, Eto'o va Drogba bor. Endi eng qiziq joyiga keldik. 2009-yilda Real Madrid Cristiano Ronaldo va Kakani olib kelgach, Wesley Snyderga jamoada joy qolmadi. Natijada 2 yil avval ancha qimmatga sotib olingan niderlandiyalik futbolchi Interga atiga 13 million funtga sotib yuborildi. Mourinho esa bu imkoniyatdan maksimal foydalandi. U 25 yoshli Snyderni 10lik pozitsiyasiga joylashtirib, Interning hujumdagi o'yinini uning atrofida qurdi. Natija fantastik bo'ldi. Snyder 2009-10 yilgi Chempionlar Ligasida 6 ta golli uzatma bilan turnirning eng yaxshi assistentiga aylandi. Yarim finalda Barselonaga qarshi mashhur 3-1 hisobidagi g'alabada esa bitta gol va bitta assist qayd etdi. O'sha mavsum Inter Chempionlar Ligasi, A Seriya va Italiya kubogini qo'lga kiritib tarixiy treblga erishdi. Snyder esa buning ortidan Niderlandiya terma jamoasi bilan Jahon chempionati finaligacha yetib bordi. Shunga qaramay, u oltin to'p uchun hatto kuchli uchlikka ham kirmadi va bu qaror hanuzgacha bahsli hisoblanadi. Mourinho esa keyinchalik Snyderning o'zi uchun qanchalik muhim bo'lganini bir jumlada tushuntirgan. U menga treblni va faoliyatimdagi eng yaxshi yilni berdi. Realga kerak bo'lmay qolgan 13 million funtlik futbolchi 1 yil ichida Yevropa chempioni, jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylandi. ...2009-yilda Zlatan Ibragimovich Chempionlar Ligasini yutish istagida Interni tark etib Barselonaga yo'l oldi. Mourinho bundan norozi edi. Chunki shved hujumchisi 29 ta gol bilan Interning A Seriyadagi chempionligida katta rol o'ynagandi. Ammo bu transfer oxir-oqibat Inter foydasiga ishladi. Milanliklar Ibragimovich evaziga Samuel Eto'o va 40 million funt oldi. Bu mablag' esa keyinchalik Diego Milito va Wesley Snyder kabi futbolchilarni xarid qilishga yordam berdi. Eto'o esa Mourinhoning haqiqiy jangchisiga aylandi. Tabiatan markaziy hujumchi bo'lishiga qaramay, u qanotda o'ynashga, himoyaga qaytishga va jamoa uchun qora ishni bajarishga rozi bo'ldi. Shunga qaramay, mavsumni 16 ta gol bilan yakunladi. Natijada Inter A Seriya, Italiya Kubogi va Chempionlar Ligasini yutib, tarixiy treble qayd etdi. Eto'o esa 1 yil avval Barselona bilan ham treblga erishgani sababli, ikki xil klub bilan ketma-ket 2 mavsum qit'a treblini qo'lga kiritgan tarixdagi yagona futbolchiga aylandi. Eng qizig'i, Chempionlar Ligasi yarim finalida Inter aynan Ibragimovichning Barselonasini turnirdan chiqarib yubordi. Chempionlar Ligasini yutish uchun Interdan ketgan Zlatan finalga yetib bora olmadi. Uning o'rniga kelgan Eto'o esa Inter bilan Yevropa chempioniga aylandi. Va nihoyat Jose Mourinho faoliyatidagi eng yaxshi transfer Didier Drogba. Bugun Drogba Chelsea tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri sifatida eslanadi. Ammo uning Londondagi faoliyati boshidanoq ertakdek kechmagan. Drogbaning o'zi ham tan olganidek, Chelsea'dagi birinchi mavsumida u kutilgan natijani to'liq ko'rsata olmadi. Premier Ligada atiga 10 ta gol urdi. Shu sabab 2005-2006 yilgi mavsum oldidan u hatto Marselga qaytish haqida jiddiy o'ylay boshladi. Ammo Mourinho Drogbaning ichida qanday salohiyat yashiringanini ko'rgan edi va uni ketish fikridan qaytardi. Yillar o'tib, Drogba portugaliyalik murabbiy o'sha paytda unga nima deganini eslagan. Agar yagona qirol bo'lishni istasang, oldingi jamoangga qayt va 100 ta gol ur. Ammo bu yerda Chelsea'da 20 ta qirol bor. Buni qabul qilib, ular bilan birga ishlashing kerak. Aks holda ketishing mumkin. Keyingi 2 mavsum davomida Drogba barcha musobaqalarda 49 ta gol urdi va faoliyatidagi 2 Premier Liga oltin butsasidan birinchisini qo'lga kiritdi. Ammo Drogbaning kuchini faqat statistika bilan tushuntirib bo'lmaydi. U eng yaxshi formasiga kirgan paytda himoyachilar uchun haqiqiy dahshat edi. Dahshatli jismoniy kuch, havodagi kurash, to'pni birinchi teginishdayoq nazorat qilish, himoyachini ortida ushlab turish va eng muhimi,
katta o'yinlarda yanada kuchayish. Ayrim futbolchilar bosim oshgani sari yo'qolib qoladi. Drogba esa aksincha edi. O'yin qanchalik muhim bo'lsa, u shunchalik xavfli bo'lardi. Buning eng yorqin isboti 2012-yilda kuzatildi. Chempionlar Ligasi finalida Chelsea Bavariyaga qarshi o'ynadi. Londonliklar mag'lubiyat yoqasida turgan bir paytda Drogba unutilmas gol urib hisobni tenglashtirdi. Keyinchalik Chelsea penaltilar seriyasida g'alaba qozondi va tarixda ilk bor Chempionlar Ligasi kubogini boshi uzra ko'tardi. Shu tarixiy g'alabadan keyin Drogba Londonni tark etdi, ammo uning Mourinho bilan hikoyasi hali tugamagan edi. 2 yil o'tib, portugaliyalik murabbiy 36 yoshli Drogbani yana Chelseaga qaytardi. Bu safar asosiy hujumchi Diego Costa edi. Drogba avvalgidek jamoaning birinchi raqamli forvardi hisoblanmasdi, ammo u baribir o'z vazifasini bajardi. 40 ta uchrashuvda 7 ta muhim gol urdi va Chelsea bilan faoliyatidagi 4-Premier Liga chempionligini qo'lga kiritdi. Mourinho keyinchalik Drogba haqida juda kuchli ta'rif berdi. U Chelsea tarixida sarflangan puliga nisbatan eng katta foyda bergan futbolchi va balki shu jumlaning o'zi hammasini tushuntirib beradi. 24 million funtga sotib olingan hujumchi oddiy transfer bo'lib qolmadi. Didier Drogba Chelseaning ramziga, katta finallarning qahramoniga va Jose Mourinho murabbiylik faoliyatidagi eng muvaffaqiyatli transferga aylandi. Xullas, Jose Mourinhoning buyukligi faqat qo'lga kiritgan sovrinlari yoki taktik qarorlari bilan cheklanmaydi. Uning eng katta kuchlaridan biri futbolchining boshqalar ko'rmagan imkoniyatini ko'ra bilish va undan maksimal darajada foydalanish edi. Drogba, Sneijder, Eto'o, Milito, Essien yoki Ibrahimovic, ularning har biri Mourinho qo'l ostida nafaqat yuqori darajaga chiqdi, balki hal qiluvchi o'yinlarda jamoasiga sovrinlar olib keldi. Ba'zilariga millionlar sarflandi, ayrimlari esa deyarli tekinga olindi, ammo yakunda narx emas, natija hal qiluvchi omil bo'ldi. Endi savol sizga: Mourinhoning faoliyatidagi eng zo'r transfer haqiqatan ham Didier Drogbami yoki bu ro'yxatda birinchi o'ringa boshqa futbolchini qo'ygan bo'larmidingiz? Albatta fikringizni izohlarda yozing.